o'zimni shaxsiy qilgan xatolarimdan bitta xatoni aytaman sizlarga, o'sha xatoni qilmanglar. Xodim yollayotganda tanish bilishinglarni tavsiyasi yoki qo'lidagi diplomiga ishonib qolmanglar. Bu asosiy kriteriyaga kirmaydi. Buni o'zini tizimi bor. Xodim yollayotganda mukammal tuzilgan rezyumeni beringlar, yaxshilab to'ldirsin, yuvorsin, keyin u yerda qachon kim bo'lib ishlagan bo'lsa, o'sha joylarga telefonlarni qilib, maksimal darajada odziv va informatsiyalarni olinglar shu shaxs bo'yicha. Olgandan keyin o'shanda to'g'ri kelsa, qanchadir bir 70-80% to'g'ri kelgandan keyin собеседованиеga chaqirasizlar. Собеседованиeni o'tgandan keyin undan keyin mana bir qanaqadir xulosaga kelsanglar bo'ladi. Shunda pulinglar, vaqtinglar, asabinglar yoninglarga qoladi. Buni tanish bilish, shu biznes ichida yurganlarga yuboringlar, shu xatoni qilishmasin, tekshirganda qattiq qo'llik bilan tekshirishsin.